Dunyoda hammamizning o'rtaq qo'rqadigan bir narsasi bor. U bo'lsin o'lim. Qancha taqvodor bo'layli, ya'ni o'limni o'ylasak, tinimiz shirkinadi. Puldor bo'layli, mansabdor bo'layli, o'limni o'ylasak, o'limdan texmo qo'rqamiz. Hatto o'zini o'ltirib olganlarmi o'limdan qo'rqmaganligidan emas, hayotning besimi tufayli u xato yo'lni tanlaganlar. Ular o'limdan qo'rqadi. Hatto Alloh yo'lida jinni sapagan mujohidlarmi ular o'limdan qo'rqadi. Ammo o'limdan keyingi u abadiy hayot uchun ular ana shunday yo'lga atlangan. Demak, o'lim har qanday kishi uchun qo'rqinchli. Hammamizning uzun yashag'isi bor. Yana shuningdek insonningki eng ko'p intildigan bir narsasi bor. U bo'lsa mol dunyo. Bu mol dunyoga inson yosh cho'ngaygan sari, qirg'an sari texim amroq bo'lib ketadi. Çünkü insan yaşangan sırı özünü aciz his kıldı. Mal dünya arkalı özünü güçlük, bir xatarlik tuygusunu güçlendirgендek his kıldı. Allah Teala bazı kişilerge merhamet kılıp, onun kalbini sehi kılıp ötedi de, o mal dünyasına boğan yaxşı görüşünü besip durup, Allah yolda çıkım kılıp, ölgenden keyinki hayatı için onu evetip aladı. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahabalarga, insanda adam qirısını qırmaydigan iki türlük neyse var. Onun birisi olsa mal dünyaga boğan hirismerlik. Yine birisi olsa uzun ömür görüşü boğan hirismerlik deydi. Ama bu hirismerlik tügümeydi, lekin ma'lum bir kuni hammasini ailamiz. Yuqorida o'tganimizdek Allah rahmat qilgan kishi, Alloh taolo uning qalbiga sehilikni sab qo'ydida, o'lgandan keyingi hayotiga mayli vaqtini, mayli umrini, mayli mol dunyosi bo'lsin, uni ishlatib, uni avatib oladi.